vatandaşlar. Şarkı Türkistan Sürgünlü Hükümeti Televizyasının haberler programısına görüşlerine kısmını karşıladınız. Asia Times jurnalda 14 yanvar günü Avustraliya Amerikalık jurnalist John P. Yuhill tarafından yazılgan Şarkı Türkistan əsrlərdən beri nima üçün Xitayning inchki bir masalasiga aylanib qoldi sarlavlik bir maqola e'lon qilingan bo'lib, maqolada mundaq deyiladi. 10 yildan ortiq vaqtdan beri xalqaroning diqqati Xitoyning Uyg'urlarga qilayotgan muomalasiga markazlashdi. Beijing har qanday turdagi bo'lginchilikka qarata nihoyatda ahamiyat beradigan bo'lib, Tibet va Hong Kongdan andishalari bo'libmi, Sharq Turkistonda yurgizayotgan qattiq qo'l siyosatlari intayin muhim. Sharq Turkistondagi yer osti boyliqlar bir balvoq bir yo'l qurilishidagi Sharq Turkistonning strategik o'rni Xitoyning jismoniy mudofaasiga bog'liq bo'lib, bu Xitoyning atalmish Xinjiangda qo'rg'onni saqlab qolishining sababidan biri. Sharq Turkistondagi turk islom millatchiligining tortish kuchi Xitoyning ichki muqimligini saqlab qolishiga qiyinchiliklarni tug'dirdi. Sharq Turkistonning jug'rafiyalik o'rni va Yevro-Osiyo qurug'ligidagi nurg'un madaniyatga yaqinligimi uni asrlar bo'yi talash-tortish qiladigan tuproqqa aylantirdi. Xitoy olimlari Uyg'urlarning hozirgi Mongoliyadan kelgan ko'chman xalqlardan kelib chiqqanligini va 9-asrda Xitoyni o'z ichiga olgan boshqa guruhlarga qo'shilib, atalmish Xinjiangda o'ltiraqlashganligini o'ttirg'a qo'ydi. Uyg'ur tarixchilari o'zlarining ona vatanining Sharq Turkiston ekanligi va O'rta Osiyodan kelgan turk millati irqiga oid ekanligida ching turdi. Uyg'urlarning nasabi to'g'risidagi tarixiy munozaraning qanday bo'lishidan qat'iy nazar, 18-asrda Xitoy Qing sulolasi bu rayonni bo'ysundirganda atalmish Xinjiang nufusining bir qismi orasida alayda musulmon va turk kimligi borliqqa kelgan. Tarixiy xotirlarga qaraganda Xitoy harakati Uyg'ur nufusini keyincha Rossiya imperiyasining kontroliga o'tgan O'rta Osiyodagi boshqa turk guruhlaridan ayirib chiqqan. Xitoyning Sharq Turkistondagi bo'ysundirishiga qarshi 1862-yildan 1877-yilgacha qo'zg'olon davomlashgan bo'lib, keyin Xitoy Sharq Turkistonni g'alabalik bo'ysundirgan. Musulmon turk nufusida millatchi Uyg'urlar kuchayib, Uyg'ur degan nom 20-asrning boshlarida Tarim o'ymonligida yashagan turklarga berilgan. 1912-yili Qing sulolasining yemirilishi bilan Xitoy ichki urush davriga kirdi. Xitoy millatchilari, kommunistlar va Rossiya Sharq Turkistonni talashgan. 1949-yili Xitoy Kompartiyasi g'alaba qozongan vaqtda Kuomintang islom qo'zg'olonchilari 1950-yildan 1958-yilgacha siyosiy islomning Xitoyning ojiz yangi rahbarlik qatlamiga bo'lgan tahdidini gavdalantirdi. 1960-yili Xitoy Sovet ayrilgandan keyin sobiq Sovet ittifoqi Sharq Turkistondagi Uyg'ur va qozoqlarni Xitoyga qarshi kuch kiritdi. Oldingi asrning 90-yillarida Sovet ittifoqining yemirilishi O'rta Osiyoda mustaqil turk davlatlarining borliqqa kelishiga sharoit yaratib, Uyg'urlar orasida millatchilik kayfiyati qo'zg'aldi. 1995-yili G'ulja shahrida Xitoyning hukmronligiga qarshi elib berilgan namoyishdan keyin Xitoy atalmish Xinjiangdagi islom diniga bo'lgan kontrollikni kuchaytgan. Xitoy Markaziy komitetining 1996-yildagi 7-numurliq hujjatida milliy bo'lginchilik va qonunsiz diniy faoliyat Xinjiang vaziyatiga qarata davlatning muqimligiga asosli tahdid deb ayrilishi kerak deyildi. 21-asrning oldingi 20 yilida Xitoyga qarshilik davomli kuchaydi. Xitoy 2009-yili Urumchida qonli qirg'inchilik yurgizdi. 2014-yili atalmish Xinjiang rayonida zo'ravon terrorlikqa qarshi qattiq zarba berish harakatini yurgizdi. Yaqinqi yillar mobaynida millionlagan Uyg'ur va boshqa turkiy millatlarni jazo lagerlari va turmalarga qamadi. Amerika va boshqa g'arb davlatlari buni irqiy qirg'inchilik deb atadi. Xitoy Beijing qishloq olimpik tantarbiya musobaqasidan ilgari xalqarodagi davlatlarning Sharq Turkistonga kirishini chekladi. Atalmish Xinjiang Xitoyning 40% ko'mir, 20% neft zapasi, eng cho'ng tabiiy gaz zapasi va marmar tosh, granit qatorliq qurilish materiallarining manbasi. Xitoyning energiya ehtiyojining davomli o'sishiga ergishib, Sharq Turkistonning ko'mir, neft va tabiiy gaz zapasiga erishishini saqlash Xitoyning hozirgi va kelgusidagi energiya bexatarligida intayin muhim. Bundan boshqa atalmish Xinjiang Xitoyning bir yo'l bir balvoq qurilishidagi Yevropa va Osiyo iqtisodiy bozorini tutashtiradigan yo'lining muhim tarkibiy qismi. Atalmish Xinjiangga haqiqiy avtonomiya berilsa yoki mustaqil bo'lsa, Xitoyning Hong Kong, Tibet qatorliq rayonlarni kontrol qilishiga ta'sir etadi. Turk davlatlari va jamoatlari orasida ma'lum ziddiyat bo'lsa-mu, ammo barliq turklar Xitoyning Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa turkiy millatlarga qilgan muomalasini ayblashda birlikka keladi.
Xitayning O'rta Osiyo davlatlariga bo'lgan aloqasini Turkiya texmi murakkablashtiryapti. Turkiya pan-turkizmning asosliq tashabbuschisi bo'lib, 1992 yili tunji qitim turk tilida so'zlashadigan davlatlarning boshliqlarini bir yerga jam qilgan. Xitoyning Uyg'urlarga tutgan muomalasiga texmi cho'ng xalqaroliq e'tiroz bildirish faoliyatini tashkillash pan-turkizmni hayotiy kuchga ega qiladi. Turkiya bu harakatda rahbarlik rolini o'ynay oladi. Saudiya Arabistoni, Indoneziya qatorliq musulmon davlatlari Xitoyga qarshi ovoz chiqarmadi. Ammo ular oshqun islomchi kuchlarni qo'zg'atishdan ansirab, masalani o'ynamaslikqa diqqat qilishi kerak. Agar Uyg'urlar o'zlarining xalqaroliq musulmon ittifoqdoshlari yo'qligini his qilsa, oshqunlikning jalb qilish kuchi texmi oshadi. Xitoy sirtqi dunyoning Sharq Turkistonda yurgizayotgan siyosatiga bo'lgan diqqatiga nihoyatda sezgir turadi. Xitoyning bostirish siyosati yerlik Uyg'urlarning texmi mazmun turishiga yo'l ochadi. Xitoy Kompartiyasining atalmish Şinjanni iqtisodiy jihatda taraqqiy qildirishi asrlardan buyangi e'tiqod va madaniyatni ko'rinarli yo'qotolmasligi mumkin. Tarix shuni isbotladiki, chet el davlatlari Xitoyning Sharq Turkistondagi ma'lumotchiligidan foydalanib, o'z manfaatini ilgari surdi. Bosh ministerimiz Salih Xudoyor apandi buningga inkos qaytarib, Xitoyning Sharq Turkistondagi mustamlikachilik, irqiy qirg'inchilik va ishg'ol siyosati bir yo'l bir balvo qurilishining ultishi bo'lgan Sharq Turkistonning qazilma boyliqlari va Sharq Turkistonning strategik o'rnini kontrol qilish orzusining turtkisida yurgizildi dedi. Gerçi men şu halga tushsammu ümidim üzmedim. Çünkü vicdanım nişanidir meni ruhlandırış. Can dinimden çıkça burcum vatan millet üçün. Körsüp hakkaniyet meydanını aydınlaştırış. Gercinim tenden judalaşkanda hem ruhim uçup. Oygıtıp evladını sap vicdan bilen canlandırış. Perz vacip qarzdır canım dinim ruhim üçün. Qahramanni keskin güreş meydanıga atlandırış. Canını kolga, başını koltuqqa qısıp kökrek kirip, zulmü istip tatqa qarşı arslan yanlıq uruş. Qahraman şul irur kim milletidin azat qılıp, vatanini mustaqil öz ilki bilen başquruş. Ali himmetlik bilen gayret jasaret görsütüp, her qiyin müşkülge boysunmay uni boysunduruş. Her japa türlü balani vaqtliqdir dep bilip, sabri taqatla yamanni yaxshiga aylandırış. Mana shu maydonda men millat vatan deb ah urib, pak vicdanım otudur, yo'q bu o'tni sunduruş. Ey azizi pak vicdanın nishani kelgusi, din milletning, vatanning sharafini gullendirish. Merhum şehitimiz Abdülaziz Mahsumning şiirlerinden elindi. Hürmetli görürmenler, haberlerimizden kökden Allah için köp rahmet. Kiler kıttım programımız görüşükçe Allah'a emanet olmaysızlar.